Dariza nima qildi? Dadam ko'zlari bo'ldilar. Dadasi qolishi hovlimma. Iltimos yordam beringlar. Dada hali ochib bo'ladi. Yaxshi ko'rasizmi dadingizni? Dadam qonlar ishkitdi. Operatsiyaga pul bo'lmayapmiz. Menga qolsa videoga chiqmasdim. Bu ikkita qizim 7 kimni qo'lida qoladi. Menga bir nima bo'lsa, shu holatimda ham harakat qilyapman. $15,000 kichkina pul emas ekan. Iloji bo'lsa yordam qilinglar. Do'stlar, hozir biz Namangan viloyati Cho'st tumanidamiz. Ko'rib turganingizdek, ular jigar sirrozi bilan og'riganlar. Akamizning ikkita voyaga yetmagan farzandlari bor. Farzandlarini boqish uchun, operatsiyaga pul yig'ish uchun mana shu holatlarda ham harakat qilayotgan ekanlar. Og'ir ishlarda ishlar. Iltimos videoga like bosing, istoriya qiling, komment yozing va unta saxiy insonlarga jo'nating. Keling 10,000 so'm bo'lsa ham birgalikda ehson qilamiz. Videoni bir haftaga qo'yamiz. Qancha summa yig'ildi? Albatta uni ham chiqaramiz. O'sha videoni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling.